Assalomu alaykum aziz kanalimiz obunachilari. Aziz musulmonlar. Tinchmisizlar, sog' salomatmisizlar? Bugun 2025-yil 27-fevral. Biz hozir mana biz hammamiz ota-onalarimiz o'tib ketgan kattalar. Mana yoshlar qolib, mana yoshlar ham bor, kattalar ham hammasi oralash. Qarindosh urug'lar bir-birimizni islab, siylay rahim qilib mana nima deydi? Ko'chada emas, hammamiz navbatdan uyimizda bir oyda bir yig'ilish qilamiz. Nima uchun? Shu bizdan keyingi bola chaqalar ham ko'rib, ha, mashalar qandashimiz ekan deb ko'chada ham salom berib, keyin bizdan keyin ham istasin deb shunday qilyapmiz. Bu siylay rahim kim aytayapti mana, kim uzoqroq yashashni xohlasa, qarindosh urug'chilikni istasin. Qanday qo'lidan kelsa biror narsa bir sovg'a ko'tarib borib, bo'lmasam borib shirin so'z bilan ham ko'nglini olish kerak musulmon odam, qarindoshlar bilan. Nihoyatda yaxshi savob bo'ladi. Azizlar, mana shu bizni ichimizda mana eng kattasi mana hoji buvam hozir mana qarindosh urug'larga hammamizga bir chiroyli duo qilib beradi. Hoji buva. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Allah Peygamberimize yazılı sözleri var. Kimde kim özüne, ota-onalarına, qarindosh urug'larına, yaqinlarına istab so'rashsa, u haqiqiy musulmonlardan bo'ladi degan sözleri var. Mana shu oturuşga jamlangan barchamizga ota-onalarimiz, qarindosh urug'larimiz bir-biri bilan mehr oqibatli bo'lgan. Ana shularni sifatida mana hozir sizlardan biz to'planib turibmiz. Alloh taolo sizlarga umringizni uzoq qilib, mollaringizga bosh qilib, xonadoningizga baraka bersin. Kasbingizni Alloh taolo doim avvalo Alloh hurmatinglarni xalq orasida hurmatinglarni qozoninglar. Alloh bolalaringlarni kamolini ko'ringlar. Alloh taolo keyingi avlodlarimizdan bir-birini mana shunday mehr oqibatli bo'lib yashashga Alloh nasib etsin. Ularni doim biz davomchilarimiz sifatida keyingi avlodlarimizdan to'g'ri qabul qilib bir-birini istashga nasib etsin. Gapirsangiz, gapirmayman. Yani ezilgan hech kerak. Yaqinroq bergan kalomlardan, payg'ambarimizning hadislardan bunday dilga solib ancha-muncha o'rganib o'qishdi, Qur'on o'qishlarda, Qur'on tilovat qilishlarda, ya'ni qolganda ancha-muncha dard bilan kelgan bandalarga, shularga o'zini nafasi bilan tamsonyapti. Alloh taolo sungan ekan va ko'ryapmiz, shifo topib ketganlarni ko'rdik. Mana shu ukamizga chiroyli bir duo qilasiz. Endi Alloh umrini uzoq qilib, ilmlarini ziyoda qilsin. Amin. 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 Alloh mana shu eng yaqin qarindoshlarimizdan biri hisoblangan ukamiz, hamqishlog'imiz Soyitov Luqunbek Alloh taolo o'zini kalomini qalbiga jo qilib kelgan, shifo istab kelgan kasallarimizga shuni nafaslar bilan shifo topib, yurtimizda, qishlog'imizda o'zini shu ilmi bilan tanilib boryapti. Alloh taolo shu ilmini, Alloh taolo o'zini kalomini uni qalbiga yanayam jo qilib, yanayam kasallarimizga Allohning beradigan shifosi bilan, uni dami bilan Alloh shifo beraversin. Mana shu Soyitov Muqimjon ukamizni Alloh taolo umrini uzoq qilsin. Mollariga bosh qilsin. Mollarini kamolini ko'rsin. Hamisha Alloh taolo kasallarga
Şöyle nafası bilen şifa beraversin. Allohu Ekber. Rahmat, nima yerini. Xush kelibsizlar deb Xush kelibsizlar, xush kelibsizlar. azizlar, mana shunaqa qilib mana bugungi mana videomiz ham oxirlab nihoyat bo'lyapti. Qayerda bo'lsa ham tinch, sog' salomat bo'linglar. Kimlarni mushkullari oson, mushkullari bo'lsa Allohim o'zi oson qilib qo'ysin. Dardlari bo'lsa, qanaqa dardlari bo'lsa ham Alloh shifo bersin o'zi. Musofirdaylarda ham Alloh safarlarini bexatar qilsin. Hamisha panohida saqlasin turli ofat, fasod, balo qazolardan. Sog' salomat ota ena bola chaqasini oldiga yorug' yuz bilan ko'rib, yuz ko'rishlikka nasib qilar Alloh. Azizlar, qayerda bo'lsa ham tinch, sog' salomat bo'linglar. Mana bugun erta o'tib mana indindan ro'za ham kirib kelyapti. Muborak oy. Savobi nihoyatda katta. Alloh o'zi aytayapti. Kim ro'za tutsa, o'zim bilaman. Rayyon eshigidan kiradi deyapti ro'za tutganlar. Harakat qilinglar, hammanglarga kuch-quvvat, sabr tilaymiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi barakatuh.